Assalomu alaykum. Bugun 29-mart Beshbola bozoridan gapiramiz. Bugun Beshbolada it bozori bo'ladi. Chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Oldindan like, podpishkani kutamiz. Sizlar qanchalik podpishka qilsalaring, biz ham chiroyli itlarni olib chiqamiz akalar. Birinchisiga Xitoylarda itlaridan shpis deyiladi. Bular juda qimmat turadi o'zi. Momiqqina uyda damashniy boqsa ham bo'laveradi, qo'lida boqsa ham bo'laveradi. Ma'lumotlari hali yosh, 7 oylik. Erkak, kim so'rasa narxini $200, atiga $200 deyapti. Misol, bu narxda aka Toshkentda $400 dan sotishadi mana shu kuchuklarni. Kim olmoqchi bo'lsa, qo'riqchiligi yaxshi, kichkina uylar himoya qiladi. Ko'chada, uyda damashniy olib boqaman deydiganlarga chiroyli kuchuk. Olasiz? Ha. Erkak ovcharkamiz narxlarini 1,5 million so'm deyapti, kami bor ekan. Hozir odam bo'lgani uchun ozgina qulog'ini qisib olgan. Quloqlar tikka turadi, holatlari yaxshi, ozmoz komandalari bor. Молодец. Holati zo'r. Qo'riqchilikni ham qilaveradi. O'ppa. Qo'riqchilikni qilaveradi, yosh bolalarga tegmaydi. Kim olmoqchi bo'lsa aqlli chutki zotida. Kim so'rayapti avtokan urg'ochisini. Juda ham aqlli, juda ham mehribon bo'ladi bular. Tik. Holatlari zo'r. Hali tug'magan. Kechkasi kelyapti, 10 oylik kuchuk. Narxi $100. Urg'ochisi. Narxi ham buni ham $100 deyilyapti. Bu oyoq kalladan. Bola olgani zo'r variant. Hozir uyga tashagani ham qo'riqchilikka ham yaxshi. Holatlari udab. Bah. Ovcharka yana bitta erkagi chiqdi. Dilinashiz oyoq kalla deganidan. Bu xizmatda iti, xizmatdan chiqqan, любой komandasi bor. Uyda qo'riqchilik qilib, hamma aytganini qilsa bo'ldi deydigan akalarimizga. Narxlari juda ham arzon. Narxlar 1 million so'm deyapmiz, kami bor akalar. Chiroyli, realni oladiganlar chiqsin. Chutki narxlarni qilib beramiz. Hamma komandasi bor, erkak. Bah. O'tir. Молодцы. Bo'ldi. Alabayda o'sha barbos deganidan. Alabayda 3 oyligi baquvvatligini qaranglar. Toza zotli, ota-onasi chet eldan kelgan ekan. Lapalari ham katta. Hozirdan olib o'rgatsalar ham bo'laveradi. Hozir juda ham baquvvat bo'ladigan kuchuk. Ancha baquvvat, hozirgi holatlari ham yaxshi. Kimga kerak bo'lsa, narxini $150 deyilyapti. Ozmoz tushib beriladi irim-sirimiga. Ammo alabay gap yo'q. Yeyishlarida ham, boshqa narsasida ham zo'r. Yosh bolalarga tegmaydi. Qo'riqchilikni zo'r qiladi akalar. Like podpiskani bosib qo'yasizlar. Boshladingizmi? Alabay akalar erkak, 1 yoshga to'lmagan, hali yosh, kuchuk. Narxlarni arzon deyilyapti, $100 deyilyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Juda ham aktiv, qo'riqchilikni zo'r qilyapti. Holatlarni yaqindan olib qo'yaverasiz. 7 oylik ko'ramiz. 7 oylik kuchugimiz. Bo'ldi. Ovcharkani kuchugini so'rayotganlar. Bugun bozorimizda 5 ta ovcharka chiqdi katta. Bunisi 6-chisi bo'ladi akalar. $200 narx aytilyapti, arzimagan. Toza nemis chiqmayapti bozorga, kichkina kuchuklarida. Aloqaga chiqaverasizlar, hamma komandasini o'rgatilyapti. Hozirdan qo'riqchiligini ko'ryapsizlar. Bah. Birinchi bobojon. Bah. Holatlari zo'r. Hozir katta itlarga ham tashlayapti. Narxi $200. Urg'ochi 2,5 oylik ketyapti. Bo'ldi. Pitbull so'rayotganlar akalar, pitbullni ikkitasi. Erkak, urg'ochi. Bularda zo'r tomoni hali tulki deysizlarmi, bo'ri deysizlarmi, hammasini o'ylaydi. Bah. Quloqlari tikka. Kimga kerak bo'lsa, uyda qo'riqchi, ashaddiy qo'riqchilikka olaverasizlar. Kechkasi keldi, tayyor qo'shgani. Narxlari ham arzon, $100 dan kamini tushib beramiz akalar.
Faqat realniy odam telefon qilsa. Urishtirgani ham zo'r itlar. Rekka chiqib ketib qolasiz aka. Spis zotli kuchugimiz jingalak bo'ladi. Mana Xitoylar kuchugi. Boshida videoni boshida qo'yilgan. Chiroyli zotini. Bu urg'ochisi. Ikkalasini jup qilib olaverasizlar. Xoni boshqa 1,5 million so'm narxga. Zvonov haqiqiy katta bo'lmaydi. Instagramlarda vafodor odamlarga vafodor kuchuklardan biri. Bozorga alabaylar chiqdi. Mana narxlari arzongina. Aka, narxlarni qanchadan deyapsiz? Mana. Короче, alabay tozasi. Holatlari yaxshi. Kelib, ko'rib, chiroyli qilib olaverasizlar. Ikkita erkak, ikkita urg'ochi. Narxlari $100 deyilyapti. Holatlari yaxshi. Enasini ham olib chiqishibdi. Alabay. Aka, bittasi shuni qo'lingizga oling. Mana holatlari zo'r. Pitbullni kichkina kuchuklari chiqdi. Arzon narxlarda qo'yishyapti akamiz. Urg'ochisini 500 ming so'm, erkagini hali narxini aytishmadi. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib. Mana. Pitbull zo'ri, kuchuklari chiqdi. Narigisi erkagicha talg'ar ekan, ranglari. Qo'llarni chiroyli kesib olaverasizlar. Farg'ona 5 bola it bozori. Narxlari 200 ming so'mdan ekan. Siznikichi bobo? 500 ming deyapman. 500 ming so'm kami bor ekan. Kelaverasizlar. Bu bozorimizda mushuklar ham bor. Mana cho'pon kuchukchalari va zvonov kuchukchalari. Mana buni qarang, juda ham chiroyli ekan. Mana quloqi tikka bo'ladi. Zvonovlar narxi qancha aka? 500 dan bor. 500 ming so'mdan. Aloqaga chiqaverasizlar. Cho'ponlar ham 500 ming so'm, zvonovchalar ham. Dabermanlarni urg'ochisi qolibdi, erkaklarni sotishdi. Hozirgi holatiga zo'r. Daberman ishqibozlari ko'p edi, mana. Narxlarini $150 kami bor. Hozir uxlashyapti, damni olib mazza qilib. Nechi pul ekanmi? 500 ming. Qana kuchi aka? Qirg'iz kuchi. Erkak. Oqtoy baraka bo'lyapti. Bozorimizda. Qani ko'rsani zo'ri. Narxlari ham $600 deyilyapti. 1 yosh, hali kichik. Ammo bo'y baslari juda katta. Mana erkak. Kimga kerak bo'lsa narxlari $600 ekan akalar. Uyda qo'riqchilik qilib boqqani yomonidan. Buni katta boy akalar hali fermasiga tashab qo'ygani 50 ta 60 ta qo'y boqib, 50 ta 60 ta mol boqadiganlarga. 3 ta bo'ringiz o'zi bitta hal qilaveradi. Mana bozorimizni qonli holati. Alabay, o'zimizni mahalliy alabaylarni narxini 1 million so'm deyishyapti erkak. Qo'riqchilikka uyga olib qo'yasizlar. Holatlari yaxshi. 1 yoshga yaqin.